Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Agar siz katta yoshdan oshgan bo'lsangiz, ota-onangiz 25-6 yoki 65 yosh atrofida bo'lsa, yoki oilangizda pensiya, ish staji, nafaqa, mulk hujjati, bank qarzi, aliment yoki ijro hujjatlari bilan bog'liq masala bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Chunki hozir juda ko'p odamlar bitta xatoni qilmoqda, hali vaqt bor deb yurib. Keyin pensiya chiqadigan paytda hujjat topolmay, pulidan, vaqtida va asabidan ayrilmoqda. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nimalar o'zgardi, kimlar zudlik bilan tekshirishi kerak, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Qaysi joylarda odamlar ko'p aldanadi va eng muhimi, bugundan boshlab nima qilish kerak? Videoni hoziroq like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotlar ayniqsa irtimi yoshdan keyin har bir oilaga pulni, huquqni va vaqtni saqlab qoladi. Men ko'p yillik tajribamda ko'rgan eng katta muammo shuki, odamlar pensiya yoki nafaqa masalasini faqat oxirgi oyda eslaydi. Erkak kishi 60 yoshga, ayol kishi 55 yoshga yaqinlashganda endi hujjatlarni yig'ay deydi. Lekin o'sha paytda eski korxona yopilgan bo'ladi. Arxiv boshqa tumanga o'tgan bo'ladi. Mehnat daftarchasida muhr xira bo'ladi. Ish haqi haqidagi ma'lumotnoma topilmaydi. Familiya o'zgargan bo'ladi. Pasportdagi ma'lumot bilan eski hujjatdagi yozuv mos kelmaydi. Avvallari ko'p narsa qog'oz orqali yurardi. Mehnat daftarchasi bor, korxonadan ma'lumotnoma bor, arxivdan javob bor. Shu asosda pensiya tayinlanardi. Lekin hozir tizim asta-sekin elektron ma'lumotlarga, yagona bazalarga, soliq va bandlik organlaridagi rasmiy qaydlarga bog'lanib bormoqda. Bu yaxshi tomoni bilan odamning huquqini tezroq tasdiqlaydi. Yomon tomoni bilan esa nosasmiy ishlagan, hujjati to'liq bo'lmagan, ish joyi to'g'ri rasmiylashtirilmagan odamlar uchun katta xavf tug'diradi. Men buni shok deb atayotganimning sababi shuki, ko'pchilik hali ham eski fikr yashayapti. Men ishlaganman, hamma biladi pensiya chiqadi. Yo'q, hurmatli tomoshabin, hozir hamma biladi degan gap hujjat o'rnini bo'lsa olmaydi. Siz ishlaganingizni, qancha yil ishlaganingizni, qayerda ishlaganingizni, ish haqi rasmiy ko'rsatilganini, ijtimoiy to'lovlar to'langanini isbotlay olishingiz kerak. Aks holda pensiya miqdori kamayishi, tayinlash kechikishi yoki ayrim davrlar stajga kirmay qolishi mumkin. Avval ko'pchilik odam bitta mehnat daftarchasiga suyanib yashardi. Masalan, 1998 yilda zavodga kirgan, 1995 yilda kolxozda ishlagan, 2002 yilda xususiy firmaga o'tgan, 2010 yildan keyin bozor yoki mavsumiy ish bilan shug'ullangan. Mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa, odam xotirjam edi. Lekin hayot shuni ko'rsatdiki, mehnat daftarchasidagi yozuvning o'zi ba'zan yetarli bo'lmay qoladi. Chunki ish beruvchi buyruq chiqarmagan bo'lishi mumkin. Muhr noto'g'ri qo'yilgan bo'lishi mumkin. Korxona nomi bir necha marta o'zgargan bo'lishi mumkin. Hozir esa davlat organlari ko'proq raqamli bazalarni solishtiryapti. Soliqdagi ma'lumot, bandlikdagi ma'lumot, pensiya jamg'armasidagi ma'lumot, sud yoki ijro organlaridagi qarzdorlik ma'lumotlari, bankdagi rasmiy tushumlar, kadastrdagi mulk hujjatlari bir-biriga bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, odamning moliyaviy va huquqiy holati ko'proq ko'rinadigan bo'lib boryapti. Yashirin qarz, yopilmagan ijro ishi, noto'g'ri rasmiylashtirilgan ish, nomingizda qolib ketgan mulk yoki eski soliq qarzi keyin katta muammo bo'lib chiqishi mumkin. Masalan, bir kishi 8 yoshda, u 21 yil rasmiy ishlagan, keyin 22 yil ustachilik qilgan. Har oy yaxshi pul topgan. Lekin rasmiy shartnoma yo'q, soliq to'lovi yo'q, o'zini o'zi band qilmagan. U men 27 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin hujjat bo'yicha uning staji faqat 25 yil ko'rinishi mumkin. Natijada pensiya hisobida kutgan summasi chiqmasligi mumkin. Men shuning uchun aytyapman, yardim yoshdan keyin har bir yilni hujjat bilan mustahkamlab borish kerak. Birinchi navbatda yartim yoshdan 65 yoshgacha bo'lganlar tekshirish kerak. Nega aynan shu yosh? Chunki yartim yoshdan keyin odamning oldida 25-20 yil bor, xatolarni tuzatishga hali imkoniyat bor. 55 yoki 60 yoshga kelganda esa vaqt juda qisqaradi. Siz bugun hujjatni topa olsangiz, ertaga arxiv yopilib qolishi, korxona tugatilishi, rahbar almashishi yoki eski ma'lumotlar yo'q bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh, norasmiy ishlaganlar. Masalan, qurilishda ustalik qilganlar, bozorda savdo qilganlar, tikuvchilik qilganlar, taksi haydaganlar, uyda xizmat ko'rsatganlar, mavsumiy dehqonchilik qilganlar. Men bunday mehnatni qadrlayman. Bu ham halol mehnat.
Lekin huquqiy masalada halol mehnatning o'zi yetmaydi. U rasmiy ko'rinishi kerak. Agar siz bugun o'zingizni o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tsangiz yoki ak tartibdagi tadbirkorlikni to'g'ri yuritsangiz, ertaga o'sha davrlar sizga foyda berishi mumkin. 3-guruh ayollar. Ayniqsa farzand tarbiyasi sabab ishlamagan, familiyasi o'zgargan, nikoh va ajrim hujjatlari bor. Bir necha hududda yashagan ayollar alohida e'tibor berish kerak. Men ko'p ko'raman. Ayol kishining mehnat daftarchasida eski familiyasi yozilgan. Pasportda yangi familiya, nikoh guvohnomasi yo'qolgan. Keyin hujjatlarni bog'lash uchun ortiqcha vaqt ketadi. Shuning uchun nikoh, ajrim, tug'ilganlik, familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlarni alohida papkada saqlang. 4-guruh chet elga ishlashga ketganlar. Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan yurtdoshlarimiz ko'p. Agar siz u yerda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, shartnoma, ish haqi ma'lumoti, sug'urta to'lovi, migratsiya hujjatlari juda muhim. Agar norasmiy ishlagan bo'lsangiz, keyinchalik buni pensiya stajiga kiritish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun chet eldagi har bir hujjatni suratga olib, elektron nusxasini ham saqlang. Agar siz doim rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz barcha to'lovlarni vaqtida amalga oshirgan bo'lsa, elektron mehnat tizimida ma'lumotlaringiz to'g'ri ko'rinsa, mehnat daftarchangiz va arxiv hujjatlaringiz joyida bo'lsa, sizda xavf kamroq. Lekin kamroq degani umuman tekshirmaslik degani emas. Men baribir yiliga kamida bir marta o'z ma'lumotlaringizni tekshirishni maslahat beraman. Masalan, o'qituvchi 30 yil maktabda ishlagan bo'lsa, odatda hujjatlari ancha tartibli bo'ladi. Lekin maktab nomi o'zgargan, tuman bo'lingan, buyruq raqami noto'g'ri yozilgan, ta'til davri yoki dekret davri bazaga noto'g'ri tushgan bo'lishi mumkin. Shifokor, davlat xizmatchisi, zavod ishchisi, bank xodimi, harbiy xizmatchi ham menda hammasi joyida deb o'tirib qolmasligi kerak. Chunki bitta kichik xato pensiya tayinlashda bir necha hafta yoki oy kechikishga sabab bo'ladi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashaydigan 59 yoshli erkak 20 yil davomida 2 korxonada ishlagan. U pensiyaga yaqin hujjat yig'ishni boshlaganda birinchi korxona allaqachon tugatilganini bilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin arxivda ishga qabul qilish buyrug'i topilmagan. Natijada 6 yil staj bo'yicha nizoli holat yuzaga kelgan. Agar u buni esi yoshda tekshirganda, o'sha korxonaning sobiq hisobchisi, sobiq rahbari yoki arxivdagi qo'shimcha hujjatlarni topishga ko'proq imkon bo'lardi. Ikkinchi misol, samarqandlik ayol necha yil tikuvchilik sexida ishlagan. Har oy maosh olgan, lekin ish beruvchi uni rasmiy ro'yxatdan o'tkazmagan. Ayol, men har kuni ishga borganman, odamlar guvoh deydi. Lekin guvohning gapi ko'p holatda hujjat o'rnini to'liq bosmaydi. Natijada u o'sha ilkini to'liq isbotlashda qiynalgan. Agar u o'sha vaqtda mehnat shartnomasi talab qilganda yoki o'zini o'zi band qilganda bugun vaziyat boshqacha bo'lardi. 3-misol. Buxorolik fuqaro nomida eski avtomobil qolib ketgan. U mashinani 10 yil oldin ishonchnoma bilan sotgan, lekin rasmiy qayta rasmiylashtirmagan. Keyin jarimalar, soliq va boshqa masalalar uning nomiga kelgan. Pensiya yoshiga yaqinlashganda ijro hujjati ochilib, bank kartasidagi mablag' bilan bog'liq cheklov paydo bo'lgan. Bu pensiyaning o'ziga emas, lekin pensiya oladigan odamning moliyaviy hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun nomingizdagi mulk, transport va qarzlarni ham tekshirish zarur. 4-misol. Farg'onalik erkak 45 yoshida xususiy firmada yaxshi maosh olgan, lekin rasmiy maoshi eng kam darajada ko'rsatilgan. Qolganini qo'lga olgan. O'sha paytda bu unga qulay tuyulgan. Lekin pensiya hisobida rasmiy maosh va rasmiy to'lovlar muhim bo'lishi mumkin. Bugun 2 million so'mni konvertda ko'proq olish yoqimli ko'rinadi. Lekin 10-15 yil keyin pensiya miqdorida farq sezilishi mumkin. Men doim aytaman, rasmiy maosh kichik ko'rsatilsa, zarar faqat davlatga emas, eng avvalo ishchining o'ziga qaytadi. Endi nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Hamma davrlar ham avtomatik tarzda stajga kiradi deb o'ylamang. O'qish davri, harbiy xizmat, bola parvarishi, chet eldagi ish, tadbirkorlik davri, mavsumiy ish, kasallik varaqasi, ishsizlik davri har xil tartibda baholanishi mumkin. Bunda hujjatning turi, sanasi, imzo, rasmiy qayd juda muhim. Ikkinchi nozik shart, eski hujjatdagi ism sharif mosligi. Masalan, hujjatda Gulnora o'rniga Gulnoza yozilgan, otasining ismi bitta harf bilan farq qiladi. Tug'ilgan sana 12 may o'rniga 21 may yozilgan.
oddiy odam bitta harf deydi. Lekin rasmiy tizim buni boshqa shaxs deb ko'rishi mumkin. Shuning uchun bunday xatolarni oldindan tuzatish kerak. FDYO, arxiv, ish joyi yoki sud orqali aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. 3-nozik jihat. Qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ba'zi odamlar pensiya chiqsa, hamma qarzlar unutiladi deb o'ylaydi. Yo'q. Aliment, kredit, jarima, soliq qarzi, sud qarori bo'yicha majburiyatlar alohida masala ekan. Agar sizda ijro ishi bo'lsa, bank kartangizga tushadigan mablag' bo'yicha cheklovlar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun pensiya yoshiga yetmasdan oldin EB, bank va soliq tizimlaridagi holatingizni tekshiring. 4-nozik jihat. Mening tanishim aytdi degan gapga ishonmang. Qonun, qaror, farmon, nizom o'zgarishi mumkin. Lekin har bir odamning holati alohida. Bitta odamga to'g'ri kelgan maslahat boshqasiga zarar berishi mumkin. Men sizga doim rasmiy manbadan tekshirishni mahalla tuman pensiya bo'limi, davlat xizmatlari markazi, soliq organi yoki LEP, uz kabi rasmiy manbalarga qarashni maslahat beraman. Endi eng muhim qism. Bugundan boshlab nima qilasiz? Birinchi qadam, barcha hujjatlaringizni bitta joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, ishga qabul qilish va ishdan bo'shash buyruqlari, ish haqi ma'lumotnomalari, tadbirkorlik guvohnomalari, soliq to'lovlari, chet eldagi ish shartnomalari, kadastr hujjatlari, avtomobil hujjatlari, bank kredit shartnomalari hammasini alohida papkaga joylang. Ikkinchi qadam, elektron nusxa yarating. Har bir hujjatni telefon bilan aniq suratga oling yoki skaner qiling. Fayl nomini tushunarli qilib yozing. Mehnat daftarchasi 1905, nikoh guvohnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi 2025, harbiy bilet. Bu oddiy tuyuladi. Lekin keyin hujjat yo'qolsa, yong'in ko'chish, suv bosishi yoki boshqa holatda sizda kamida elektron nusxa qoladi. 3-qadam, ish stajingizni jadval qilib chiqing. Bir varaq qog'ozga yoki telefonda yozing. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishladingiz, lavozimingiz nima edi, rasmiy shartnoma bo'lganmi, mehnat daftarchasida yozuv bormi, o'sha korxona hozir bormi, arxiv qayerda. Masalan, 1935-2001 yillar Navbahor MCJ haydovchi mehnat daftarchasida bor. Korxona yopilgan, arxiv noma'lum. Mana shu jadval sizga qaysi joy xavfli ekanini ko'rsatadi. 4-qadam, tuman pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borib, oldindan maslahat oling. Men pensiya yoshiga hali yetmaganman, lekin stajimni oldindan tekshirtirmoqchiman deb ayting. Qaysi hujjatlar yetishmayotganini so'rang. Agar xodim og'zaki aytsa, o'zingiz yozib oling. Qaysi korxonadan ma'lumotnoma, qaysi arxivdan javob, qaysi hujjatning asl nusxasi kerak. 5-qadam, arxiv so'rovlarini kechiktirmang. Eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Ariza to'liq ism-sharifingizni, tug'ilgan sanangizni, ish joy nomini, taxminiy ishlaganlaringizni, lavozimingizni yozing. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, eski va yangi nomlarini ham yozing. Arxivdan ishga qabul qilingan, ishdan bo'shagan, ish haqi olgan davrlar bo'yicha ma'lumot so'rang. 6-qadam, bugundan boshlab rasmiy ishlashga harakat qiling. Agar ish beruvchi sizni rasmiylashtirmayotgan bo'lsa, bu masalani ochiq gapiring. Agar o'zingiz mustaqil ishlasangiz, o'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki qonuniy faoliyat shakllarini o'rganing. Bugun to'langan kichik rasmiy to'lov ertaga sizning huquqingizni isbotlaydi. 7-qadam, qarz va cheklovlarni tekshiring. Bank kreditlari, sud qarorlari, MIBdagi ijro hujjatlari, soliq qarzlari, jarimalar bor yo'qligini aniqlang. Agar qarz bo'lsa, yashirmang, muzokara qiling, bo'lib to'lash, restrukturizatsiya, xatoni tuzatish yo'llarini izlang. Eng yomon yo'l bu muammoni ko'rmagandek yurish. Chunki muammo o'z-o'zidan yo'qolmaydi. Aksincha vaqt o'tgan sari penya, foiz, cheklov va asabiylik qo'shiladi. Agar siz arxivga yoki tashkilotga murojaat qilsangiz, arzangiz aniq bo'lsin, men falonchi. Tug'ilgan sanam falon. Pasport ma'lumotim falon. Sizning tashkilotingizda yoki uning huquqiy vorisida falon yillarda ishlaganman. Menga pensiya hujjatlarini rasmiylashtirish uchun ishga qabul qilingan sana, ishdan bo'shagan sana. Lavozimim, ish haqi miqdori va buyruq raqamlari haqida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozing. Arizaga pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, agar bo'lsa eski guvohnoma yoki ma'lumotnomalarni ilova qiling. Agar ism-sharifda xato bo'lsa, hujjatlarda ism turlicha yozilgani sababli mazkur yozuvlar menga tegishli ekanini
aniqlashtirishni so'rayman deb murojaat qiling. Ba'zi hollarda bu oddiy ma'muriy tartibda hal bo'ladi. Ba'zi hollarda sud orqali yuridik faktni aniqlash kerak bo'ladi. Bundan qo'rqmang, lekin kechiktirmang. Men bugun sizni qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun gapirdim. Erkin yoshdan keyin hujjat, staj, rasmiy daromad, qarzdorlik va mulk masalalari oddiy qog'ozbozlik emas. Kelajakdagi pensiyangiz, oilangizning xotirjamligi va moliyaviy xavfsizligingizdir. Kim hujjatini bugun tartibga solsa, ertaga navbatda yugurmaydi. Arxiv eshigida asabiylashmaydi. Nega menga kam chiqdi deb afsus qilmaydi. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, hoziroq like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozing, yoshingiz nechida. Qaysi hujjat bo'yicha savolingiz bor? Pensiya staji yoki qarzdorlik masalasida muammoga duch kelganmisiz? Men izohlarni o'qib, eng ko'p berilgan savollar bo'yicha keyingi videoda alohida tushuntirish beraman. Eng muhimi, bu videoni ota-onangizga, aka-ukangizga, opa-singlingizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan maslahat butun oilaning kelajakdagi katta muammosini oldini olishi mumkin.